Assalomu alaykum aziz do'stlar, biz Bek Mavli kanalimizda ashaddiy muxlislar va yangi tomosha qilib turganlar jumaga muborak bo'lsin. Bugungi videoni olayotgan kunimiz juma kuni hisoblanadi. Xo'p, o'zimizda hozirda mavjud telefonlarimiz sizlarga qisqacha video obzorni qilib beramiz. Har birini alohida rasm video ma'lumoti kimgadir kerak bo'lsa yoki har bir telefonda rasm video ma'lumotini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimiz silkasini video kommentariyasiga joylab o'tamiz. Telegram orqali ko'rsanglar bo'ladi har bir telefonda rasm videolarini do'stlar. Xo'p, narxlar xudo xolasa qulay narxlar. Dastlabkamiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Borgandan to'liq o'qisanglar ham bo'ladi. Faqat zaklab tashlab berasizlar, bo'ldi. Xo'p, har doim aytadigan savolimiz, kim bizni qayerdan tomosha qilyapti? Video kommentariyasiga yozib qo'ysanglar, xursand qolamiz. Buyog'i videoni o'zimiz boshlaymiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qolamiz oldindan. Xo'p, do'stlar, boshladik bo'lmasam, qisqacha video obzorni qilib ketaveramiz. Narxini aytib, iloji bo'lsa xotirasini aytib, to'liq ma'lumot rasm videosini Telegram orqali olsanglar bo'ladi. X3 Pro do'stlar, 256 tali variantda, holatlari yaxshi holatda, anchadan beri kelmayotdi, yaxshi holatda. Korobka hujjatlari bor, ofitsialniy mekidan o'tgan, ayb nuqsoniga garantiya bergan holatda. Telefoningiz narxini 1.350 ming so'mga qilib beramiz. Holat yaxshiligi uchun. Kimgadir agar kerak bo'lsa, 900 ming so'mga ham bor X3 Pro korobkalik 256 talik. 8 pluslarimiz do'stlar 1.500 ming so'm, 1.400 ming so'mdan chiqarib beramiz. 64 talik 256 talik variantda. Xo'p, Telegram kanalimizga qo'ydik. A52 modelimiz do'stlar 5 korobka variantda, orqa kirishkasi almashgan ekan, qolgan joylari yaxshi endi. Ekranlar, asosiy ekranlar ravnoy holatda, ofitsialniy mekidan o'tgan. Buni narxini atigi 700 ming so'mga Samsung A52 telefonini qilib beramiz do'stlar. Ishlash bo'yicha ayb nuqson xudo xolasa yo'q va har bir telefonga garantiyalarini qilib beramiz. Technospark 20 telefonimiz do'stlar. Xo'p, 256 tali variantda xarakteristikasi yaxshi, holat yaxshi telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz. Atiga $100 ga 1.200 ming so'mga do'stlar, 256 talik. Ya'ni 256 talik telefon taklif qilamiz $100 ga. Redmi 12 modelimiz do'stlar, korobka hujjatlari bor, bunaqa chiroyli svetda 1.200 ming so'mga. Yana 1.200 ming so'mga qo'yib beramiz buni ham. Note 12. Redmi 12 dan kuchliroq bo'ladi. Note partiya bilasizlar, 6 galigi keyin 6 operatorga bizning saksiyali xotira, korobka hujjatlari bor, holatlari ham yaxshi holatda 1.200 ming so'mga. Bir boshdan ketaveramiz endi. Xo'p, X3 Pro, X6 Pro do'stlar, holatlar to'liq ravnoy holatda, ayb nuqson xudo xolasa yo'q telefonimizda. Xo'p, 5 korobka varianti do'kon tomonidan garantiya qilib beramiz. 8256 tali variantda, ofitsialniy mekidan o'tgan. Telefonimiz narxini 2.150 ming so'mga X6 Pro do'stlar. Xo'p, Technospark 30 Pro mashina ham ko'pchilikka tavsiya qildim. Sababi anchalar kuchli telefon, dizayni ham o'ta ham chiroyli telefon. 8256 tali variantda, korobka dakme zaryadchi, stereo kolonka do'stlar. Xo'p, kameralari ham tanab oladi. Ekranlar AMOLED displey hisoblanadi. Xo'p, buni plus tomoni kamerasi ham 60 fps da oladi ekan. 60 fps bilasizlar, kamdan kam telefon, budjetli narxda telefonlar olib beradi. Buni plus ham ishlatgan, ham kamera uchun, ham dizayn borasida tavsiya qilsak bo'laveradi. Korobka hujjat zaryadchigacha bor telefonimizda. Xo'p, Note Infinix'dan Smart 9 telefonimiz bo'lsa, 464 tali variantda korobka hujjatlari bor. Telefonimiz ravnoy holatda, ayb nuqsoniga garantiya bergan holatda. Telefonimiz narxini 600 ming so'mga budjetli telefon so'raganlar uchun yangi modellardan qilib beramiz. Redmi Note 8 korobka hujjatlari ham bor, adashmasam 64 tali variantda, narxini 600 ming so'mga qilib beramiz buni ham. Redmi 9 do'stlar, holatlari yaxshi holatda, ayb nuqsoni yo'q. Ofitsialniy mekidan o'tgan 32 tali variantda 550 ming so'mga. Redmi Note 8 Pro'larimiz do'stlar. Igroy telefonda eng arzon variantlari mana shular bo'lib qoldi X3 Pro bilan. Xo'p, ikkalasi ham 6.8 tali variantda, korobka hujjatlari adashmasam bor. Bittasida aniq bor, bittasida ham bo'lishi kerak adashmasam. Narxini 900 ming so'mga, 1 million so'mga qilib beramiz. Sababi olishimizga qarab narx qo'yib aytyapmiz. To'g'risi 850 ming so'mga Redmi Note 11 do'stlar, 5 chip adasha qiladigan Note 11 R modeli bu. Bunaqa chiroyli ko'rinishda, korobka hujjatli yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Xo'p, bir boshga ketaveramiz. iPhone'larimiz bor ekan, iPhone'larimizni alohida aytamiz. A54 do'stlar, holatlari ideal holatda desak bo'laveradi. 5 korobka variantda, bez imeki holatda. Bu chetga chiqib ketadiganlar bo'lsa agar olib ishlatishni tavsiya qilamiz. Anchalik kuchli telefon hisoblanadi. Narxini atigi 1.400 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. Redmi Samsung Galaxy A54 5 chip adasha qiladi. Masalan, 16 lardan ko'ra buni olib ishlatgan yaxshi. Kelishda o'zlariga megaga qo'lasizlar bo'ldi. O'zbekistondan chiqdi, ishlayveradi. 8.6 talik Samsung A16 telefonimiz bor, korobka hujjatlari bor, holatlari yaxshi holatda 1.900 ming so'mga.
Xo'p, A16larimiz do'stlar. Ular adashmasam 108 tali variantda. Bular do'stlar 1.550 ming so'mdan qilib beramiz. Samsung Galaxy A16. 16-17larimiz hozirda sotuvda serob to'la Samsung ishqibozlari uchun. Xo'p, Samsung A16 bu ham do'stlar 256 tali variantda. Holatlari yangidek holatda desa bo'laveradi. Ideal holatda korobka hujjatlari bor. Uni narxini 2.100 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, 17larni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Endi 17larimiz bo'lmasa bir boshga ketaveraylik. O'zimiz ham adashib qolmaymiz. A34 modelimiz do'stlar 5 chipa 5 yaqlar ideal holatda korobka hujjatlari bor. 1.900 ming so'mga. Narxiga arziydi. Mana shu 34lar ham ko'pchilikka yoqgan, ko'pchilikka ma'qul kelgan telefon hisoblanadi. Xo'p, 17larimizni aytib o'tib ketamiz ekan, balandlashib ketib qoladi ekan modelimiz. A17 do'stlar 4 ga 108 variantda e'tibor berasizlar. Telefonga sim karta solinmagan ekan, yangi deb berdi, yangi deb oldik. Xullas, holati ham yangidek holatda. Korobka hujjatlardan ishlasang kabelgacha bor telefonimizda. Narxi ham o'ta ham qulay qilib 1.650 ming so'mga Samsung Galaxy A17 ni qilib beramiz. 16 lar ko'ryapsizlar, 1.650, 1.550 atrofida sotilyapti. 17 yangi model hisoblanadi. 17 bunaqangi chiroyli, yangidek holat. Masalan, yangisini 210 adashmasam 220 dollar atrofida olasizlar. Hozirgi kunda yangideklardan to'p qo'yamiz. Sizlarga yangi telefon bilan farqi yo'q. Yangi telefon ochsanglar ham xuddi mana shunday holatda bo'ladi. Bo'lsa, korobka hujjat adashmasam kabelgacha bor telefonlarni narxlari 2.200 ming so'mdan qilib beramiz. A17 ni 256 taligini yangi olaman deganlar uchun anchalar qulay narxda yangidagini tavsiya qilamiz. 35-55 ekan do'stlar, holatlar ideal holatda bo'lgan. 8256 tali variantda A55 5 chiroylimiz bor, korobka hujjatlari bor. Holatlari ham zo'r holatda, egasi yo'q degan holatda. Buni narxini qilamiz 225 dollarga beramiz. Xo'p, 36 ni ham zo'ridan kelgan do'stlar. 36 5G modelimiz do'stlar, 56 ga o'xshab chiqqan telefon. Buni adashmasam yangisi ham 350 dollar atrofida bo'lsa kerak. Sababi 12 operatorli, 12 ga 256 variantda korobka hujjatlari bor, to'liq rabnoy holatda. Ofitsialniy imagidan o'tgan telefonimiz. Narxini o'ta ham arzon narxlar bilan 240 dollarga 36 ni 12 ga 256 taligini qilib beramiz. 56 ham ko'pchilikka ma'qul kelgan telefon, yangidek holatda. A56 5G modelimiz bor do'stlar. Xo'p, korobka hujjatlari bor, ozgina ishlangan. 8 ga 128 tali variantda narxini 275 dollarga qilib beramiz. Xo'p, bir vosh ketaveramiz endi do'stlar. Samsunglarni tugatib qo'yaylik desak, bir vosh ketamiz ekan, adashib qolamiz bo'lsa. Xo'p, 13 Pro do'stlar. Redmi Note 13 Pro Plus 5G. 350 dollar atrofida sotilgan, 350-370 dollar atrofida sotilgan telefon anchalar arzonlarda 215 dollarga qilib beramiz. Korobka hujjat zaryadchigacha bor. Bilasizlar, buni zaryadchi 120 talik bo'ladi. 0 dan 100 gacha 20 minutga qolmaydi. Bu qilib kelganinglarcha xullas 100% to'ldirib qoladi. Korobka hujjat kabellarigacha bor. Telefonimiz holatlari ham yaxshi, zo'r holatda. 8256 varianti 215 dollarga. Xo'p, hozirgi kundagi 9dis sotilyapti do'stlar. Endi 9sis undan oldinga chiqqan. Bu ham o'ta ham ko'pchilikka yoqqan, ko'pchilikka ma'qul kelgan telefon hisoblanadi. Bu ham ancha-muncha sinmaydigan mustahkam telefonlardan hisoblanadi. 6600 mAh batareyka, 12 galigini olib kelib qo'yganmiz. Ikki xil holatda, holatiga qarab narxi o'zgaryapti. Shuni hisobini olasizlar. 200 dollarga bor, 12 256 talik korobka hujjatlari bilan va 230 dollarga bor, 12 256 talik yangidek holat, ideal holatda korobka hujjat kabeligacha, zaryadchilargacha bor. Honor X9 bu va 12 galigi, 8 galigi bilan adashtirmaysizlar, sababi yangisini ham farqi anchalik katta razlika qiladi. Xo'p, Infinixdan 30 Pro holatlari zo'r holatda, korobka hujjat, kabel, zaryadchi ham yo'q bor, besprovodniy zaryadga oladi, zaryadchilargacha ham bor. Xo'p, buni narxini 1.900 ming so'mga bilan 8256 variantda. Sizlar Redmi Note 13 Pro lar hozirgi kunda sotilyapti. Ularning o'rniga bularni bemalol tavsiya qilaveramiz, sababi undan xarakteristikasi anchalik yaxshi kerak bo'lsa. Xo'p, Infinixdan 040 modelimiz do'stlar, 030 ni chiqqan, bilasizlar, uni ham oynasi mustahkam, bu ham mustahkam oyna bilan jihozlangan hisoblanadi. Xo'p, 8256 varianti korobka hujjat, zaryadchigacha bor telefonimizda. Narxini 2 million so'mga qilib beramiz. Xo'p, Infinix do'stlar, Infinix yig'avoy telefon qidirganlar uchun Infinix GT20 Pro modeli do'stlar. 8256 variantda korobka hujjatlari bor, katta korobkadan. Xo'p, buni narxini 250 dollarga qilib beramiz. O'yinlarda 120 fps ochar ekan, kameralari ham yaxshi. Xo'p, yana bitta udar telefon tavsiya qilaylik do'stlar. Huawei ishqibozlar buni biladi, ko'pchilik qidirgan. Kerak bo'lsa
zakazga ham to'g'rilmaydigan telefonlardan hisoblanadi. Huawei 70 Pro 70 Huawei. Xo'p, buni narxini qilib beramiz 12, xarakteristikasi 12 ga 256 talik, korobka, hujjat, zaryadchi, full box holatda telefonimiz. Ayni soni yo'q, aksani emekidan o'tgan holatlari ideal holatda. Egasi yo'q degan holatda, xullas qarilgan, cho'qilgan, shilingan joylari yo'q. Telefonimiz narxini $380 qilib beramiz. Pro 70 bu do'stlar. Kamerasi o'ta ham udar ekan. Masalan, hozirgi kunda iPhone 13lar bilmasam shu narx atrofida sotilyapti. 10 ga buni tavsiya qilaveramiz. Kamera uchun ham ishlatgani sababi ham kamerasi yaxshi, ham zaryadkasi yaxshi etadi, ham ikkita sim karta tushadi, ham bыстрее zaryadka поддержка qiladi. Xullas telefon zo'r ishlatgani, kamera foni uchun ham ishlatgani ham. Xo'p, X6 Pro do'stlar 12 256 varianti bor. $220 qilib beramiz. Bez korobka variantda. Bunisini ko'rdinglar, 2100 ga kelishiga qarab narx qo'yapmiz. 2150 ming so'm, $220. 11 Pro holatlar ravnoy holatda, ayni soni yo'q, korobka hujjatlarigacha bor telefonimiz. 8256 variantda T bilan adashtirmaysiz. T Pro'sini T narxida emas, 2 million so'mga qilib beramiz do'stlar. Xo'p, T partiya ketdi menimcha. T14T modelimiz do'stlar. 14T Pro va 15T ham olib qo'ygan, xudo xolasa keladi. Uni Telegram kanalimizga qo'yamiz narxlar, rasm videolari bilan. Xullas 14T bez imeki holatda 12 operatorga 256 lik xotirali do'stlar. Hozirgi kunda $350 gacha sotilayotgan telefonda korobka hujjatlari bor. $230 qilib beramiz do'stlar. $230 ga 14T do'stlar. O'zbekistondan chiqib ketsa ishlaydi yoki Wi-Fi qo'shib ishlatib yursanglar ham bo'laveradi. Haqiqiy kamera bilan игровой anchalar kuchli shustri telefon. Alaykum assalom. Olmaymiz oldin ekan. 12T Pro do'stlar, 12T Pro'miz bor. 8256 variantda edi. Adashmasam bez korobka variantda narxini 2350 ming so'mga qilib beramiz. 12T Pro T bilan adashtirmaysiz. T ham bor. Bu bez korobkaligi uchun arzon. Endi T Pro'sini o'zi 2.350 ming so'mga T'ni o'zini ham qilib beramiz. Buni korobka hujjati bor. Korobka hujjati yo'qligi uchun T Pro'si ham xuddi shu narxda. Korobkasi ham baribir qanchadir narx razisa qiladi sotuvda. 13 Pro do'stlar 1.8 million so'mga qilib beramiz. 8780 variantda korobka hujjatlari bor. Redmi 13 Pro. iPhone do'stlar, Samsungdan S23 Euro variantimiz bor do'stlar. Holatlari zo'r holatda. Ikkita sim karta aksiyani tushadi. 8 ga 180 variantda va Euro variantda. Aksiyani emekidan hozirgi kunda o'tmagan, o'tkazib qo'yamiz. Xudo xolasa, xo'p, narxiga keladi $350 qilib beramiz do'stlar. S23 Euro variantda 350. Koreyskisini kerak bo'lsa, xuddi shu narx atrofida olasiz. Undan ko'ra Euro olganinglar yaxshi. Birinchidan svязь yaxshi tushadi. Aniq %100 yaxshi tushadi Eurosi. Plus ikkita sim karta aksiyani tushadi. 14T Pro do'stlar, hozirgi kunda hozirda sotuvda bor telefonimiz 5 million 100 ming so'mga qilib beramiz. Korobka, hujjat, zaryadchi, full box holatda. Telefonimiz holatlari ham ideal holatda. 12 ga 512 ta yarim terabaytligi 5 million 100 ming so'mga do'stlar. 400 adashmasam $410 atrofidamikin bo'ladi do'stlar. $410 menimcha 256 halini hozirgi kunda topish amri mahol. S10 Plus modelimiz do'stlar, bunaqa chiroyli svetda ideal holatda 1 million 900 ming so'mga qilib beramiz. S15 do'stlar, ideal holatda hozirgi kunda adashmasam kami xuddi shu holatda $200 atrofida sotiladi. Koreyadan kelganlari xuddi shunday holatda A+ variantida desa bo'laveradi. Orqasiga salafan tortilgan, oldiga motiv salafanlargacha tortib qo'yilgan do'stlar. Narxi 2 million 200 ming so'mga qilib beramiz. S15 endi qulayroqdan bormi deganlar uchun do'stlar 1 million 700 ming so'mga bor. Holatlar ravnoy holatda, ideal holatda. Buni arzonligini sababi bitta arzimagandek tochka bor. Bu tochka kamerada ko'rinmaydi menimcha. Ashitdagina ruchkani uchunda tekizib qo'yganchalik tochka bor. Bunga garantiya beradi ko'paymas, kengaymasligi, lekin narxi o'ta ham qulay. 1 million 900 ming so'm. Note 10 Plus'imiz ham ikki xil variantda, ikki xil holatda. Bular bilasizlar, holatiga qarab bo'ladi. S-partiyalar asosan iPhone'lar holatiga qarab yuradi narxi. 2 million 300 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. Sizlar uchun 2 million 300 ming so'mga Note 10 Plus. Hozir xuddi shu telefon $220 atrofida sotilyapti menimcha internet magazinlarda. Xuddi shu holatdagisi 12 256 variantda imekidan o'tgan. Xo'p, narxini 2 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Endi xuddi shuni 2 million so'mligi varianti ham bor.
Faqat holat buni ham mana qarilgan cho'qilgan joylari yo'q, holatlari yaxshi holat, egasi yo'q degan holatda. Buni sababi ham arzonroq olingan, ham keyin holat ozgina narigidan ko'ra pastroq. Bunisi o'ta ideal holat. Bunisi 2 million so'mga bo'ldi, Note 10 Plus. S20 euro do'stlar. S20 Plus euro varianti 200 215 dollarga koreyskiy narxida beramiz. Xo'p, endi koreyskiy varianti bor do'stlar. 220 dollarga koreyskiy variantini qilib beramiz do'stlar. Holatlar ideal holatda. Bu ham holat ideal zo'r holatda, faqat arzonroq olingan shuni hisobiga. Yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefonimiz bor. S21 Plus euro varianti do'stlar. Batareyka bo'yicha 21 Plusga menimcha byudjetli telefonlar ichida yetadigani menimcha kam. Chunki 22 Plus ham 4,5 ming chiqqan, 21 Plus 4800 mAh batareyka. 8 ga 180 variantda euro 2 sim karta ofisialni tushadi. Narxi 2 million 200 ming so'm. Sababi buni ham mana shu yerdagina kichkinagina holi bor. Boshqa ayb nuqsoni yo'q ishlash bo'yicha 2 million 200 ming so'mga. Endi xuddi shuni holatlari ravno holatdagisi, koreyskisi holatlari zo'r holatdagisi bor 230 dollarga. S21 Plus ketdi bu. S21 Plusda ideal euro varianti, korobka hujjatligi ham bor do'stlar. 8256 variantda. Holatlari ham zo'r holatda, ayb nuqsoni yo'q do'stlar. Narxini 275 dollarga qilib beramiz. Xo'p, espartalar ketaverdi. Bo'lmasam S20. S21 euro varianti do'stlar. 220 dollarga qilib beramiz. 880 variantda. Ikkita sim euro demak ikkita sim karta tushadi degani bilasizlar. Euro varianti yana ikkita sim kartalik S22 o'zi bor. Xo'p, 270 dollarga qilib beramiz. Korobka hujjatlari bor. 8 ga 256 lik S22 ni koreyskiy narxida hisobda desak bo'laveradi. Xo'p, S21larimiz do'stlar 2 million 100 ming so'mdan S21larimiz holatlari ravno holatda. Ozmoz aloqasi bor. Shuni hisobiga arzon olingan, arzon narxda 2 million 100 ming so'mdan S21larimiz. Xo'p. S22 Plus do'stlar 8256 variantda arzon narxlar bilan chiqarib beramiz. Sababi mana shu yerdagina o'ynayman, mana shunday chizilgan bo'ldi. 8256 lar afsonali megadan o'tgan to'liq ravno holatda, boshqa ayb nuqson kamchiligi yo'q. 215 dollarga, 315 dollargacha hozirgi kunda sotilayotgan telefon 215 dollarga ozginagina chizilma hisobiga. Bitta sim kartasi o'tgan, lekin euro variantda menimcha buni ham o'tkazsa bo'ladi. S22 Ultra telefonimiz bor. 12 operatorga yarim terabaytligi, 512 taligi. 390 dollarga qilib beramiz do'stlar. Holatlari zo'r holatda desak bo'laveradi. Xo'p. S24 Plusimiz ham bor. S24 Plusda video olyapmiz. Video kashfasini ham ko'rib qo'yasizlar. Xo'p, keyingi modelimiz S22 Plus euro varianti. Bu ham 8 ga 180 variantda. Koreyskisini ham hozirgi kunda 330 dollargacha ideal holatdagi sotilyapti internet magazin. Holatlari zo'r, egasi yo'q degan holatda. Ikkita sim kartali S22 Plusni qidirganlar uchun tavsiya qilamiz. Narxini 320 dollarga qilib beramiz. Hozirgi kunda topilish qiyin masala bo'lib turgan, lekin bor, qayerlardadir asatga tovar hisobida bor, lekin yangilari masalan Optimlarni ham kam hozirgi kunda. S24 Ultra 5 modelimiz ochilmagan pachka variantda. Xo'p, buni narxini qilib beramiz sizlar uchun 820 dollarga yangi pachkasini qilib beramiz. Xo'p, uzilish bo'lib qoldi do'stlar. Qayerga keldik? Xo'p, 24 Ultrani aytdik, ochilmagan vakuum holatda qo'lingizga yetib boradi. 820 dollar ichida dastlabki qilib chiqarib beramiz. Xo'p, menimcha bular tugadi. Endi iPhone'larga o'tsak bo'laveradi menimcha. Xo'p, iPhone buyog'idagilarni ko'rsatib o'tib ketaylik. iPhone 11 Pro Max bez ular nimasi ishlamaydi. Yuzga ochiladigan ishlamaydi, Face ID ishlamaydi. Telefonimiz narxini 230 dollarga qilib beramiz. 91 yo'nkisi 256 talik variantda 230 dollarga. Face ID'si yo'q 11 Pro Max telefonimiz. Xo'p, yana bitta kuchli xarakteristika ega bo'lgan telefon qolib ketdi. 13. Xo'p, Xiaomi 14 Ultra do'stlar. Ultrasi bu. Anchalik kuchli xarakteristikaga ega. 12 operatorga 512 talik yarim terabaytli telefon. Korobka, hujjat, kabel hamma yo'q bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Borgan to'liq sizlar ham bo'laveradi. Holatlari ideal holatda. Holatlari kimga qiziq bo'lsa, Telegram orqali chiqsanglar, Telegramga tashlab qo'yamiz. Xudo xolasa buni narxini qilamiz 670 dollarga 14 Ultrani 12 ga 512 talik yarim terabaytligini qilib beramiz. Xo'p, iPhone'larimizga ketdik endi bo'lmasam.
iPhone 11'larimiz sotuvda serob har xil o'zimiz ham narxlari esimizdan chiqib qolyapti. iPhone 11 $180 beramiz. Batareykasi adashmasam Usulinni 64 talik variantda. iPhone 11 200 Xo'p, $230 beramiz. 81 64 talik variantda. Holatlari zo'r holatda. To'liq ravno telefonimiz iPhone 11 82 64 talik variantda $230 beramiz do'stlar. iPhone 11 81 108 talik variantda ranglari qizilligini hisobiga $230 beramiz buni ham. 230 dan hammasini qo'yib yubordi do'stlar. Olinishiga qarab ham qo'yapmiz narxini. Nargilarni baland qo'yamiz, lekin mana arzonroq kelganlari ham bor. Buni ham arzon qilib qo'yib beramiz. 85 o'ngizda foydalanib qolsanglar bo'ladi. iPhone 11 bunaqangi chiroyli svetda, to'liq rabna holatda narxini $230 buni ham qilib beramiz do'stlar. Ya'ni buni $235 qilib beramiz ekan. $5 raziyasi bor narxini. iPhone 11 yangiroq kelgan do'stlar yana $195 qilib beramiz. 100 batareykasi 100 alishgan, qolgan hamma joyda ishlaydi 64 talik variantda. Xo'p, iPhone 11 arzon narxda kelgan. Xo'p, buni adashmasam 2.100.000 so'mga ham iPhone 11 bor. Har bir telefonda alohida rasmiy video ma'lumotini Telegramda olsanglar bo'ladi. Facebook ham hamma ishlaydi. 2.100.000 so'mga olinishiga qarab narx aytib sizlarga. Endi iPhone 11 da 1.900.000 so'mga ham bor bizda do'stlar. Batareykasi adashmasam 100 usulinli. Bu ham 64 talik variantda. Facebook hamma ishlaydi. Faqat mana chaqmagan joyi bor orqasida. Plus pastida ham mana chetdan shunday ketgan. Lekin ishlashiga ta'siri yo'q, lekin narxi 1.900.000 so'mga. Facebook hamma ishlaydi, garantiyalar bilan qilib beramiz telefonda. Xo'p, endi iPhone 11 do'stlar. Bular pachkalari. 87, 64, 88, 64. Korobka hujjat talashmasam bunisining kabelagacha bor. Narxlari $235 dan. Korobka hujjatlari bor, aksiyani emekidan o'tgan. Gap qo'yib turaveraylik. Bu ishga qiynab. Endi 84ligi ham bor. O'zimiz buni nargilar regioni adashmasam esimda yo'q, lekin ma'lumki Amerika Yevropa region. Sababi unda yangi olingan ekan, o'zi ochib ishlatgan. To'liq rabni holatda 84 108 variantda. Narxini $250 qilib beramiz. Narxiga arzigan telefon bu. Xo'p, qorasi ham bormi deganlar uchun 87 64 talik ham bor. Buni ham $235 qilib beramiz. Xo'p, bu yerda endi XS'larimiz ekan. iPhone XS telefonlarimiz. Xo'p, 1.700.000 so'mga, 1.900.000 so'mgacha iPhone XS telefonlarimiz bor. Facebook hamma yo'q ishlaydi, hamma yo'q garantiya bergan holatda. Olinishiga, kelishiga qarab narx qo'yib beryapmiz. XS Max telefonimiz do'stlar $170 qilib beramiz. 2.100.000 so'mga qilib beramiz. 11 Pro'larimiz ham qulay narxlarda bor. $225 71 64 talik variantda. 77 64 taligini $240 qilib beramiz. $240 ga batareykasini o'zimiz alishtirganmiz, yaxshilab qo'yilganmiz. 164 talik bunaqangi. Xo'p, молочный свет и plus korobka hujjati ham bor. Buni $240 ga bu ham ketdi. Buni ham 240 ga qo'yib beraveramiz. Bor yana 225 ga $240 dan ketdi. 78 64 talik iPhone 11 Pro do'stlar. 11 narxida 11 Pro $240 dan ketdi. Xo'p, iPhone 12larimiz. Buni korobka hujjatlari bor. To'liq rabni holatda 80 64 talik. Holatlari ham zo'r holatda. $250 ga iPhone 12. iPhone 12 91 64 talik bunaqangi chiroyli svetda. Amerika region ideal holatda $265 ga. Xo'p, $250 ga va $265 ga ketdi iPhone 12lar. iPhone 13 87 128 talik variantda $360 ga. iPhone 4 84 85 128 talik variantda holatlari yaxshi, zo'r holatda $400 ga. iPhone XR 87 256 talik orqa kirishkasi mashitdan adashmasam chaqmagan, qolgan ayb nuqsoni yo'q. Facebook tutunlari bor. 2 million so'mga XR 87 256 talik 16 Pro korpusda. Yana bitta XR'imiz bor edi, bu yerda qolib ketdi. Buni aytmadik adashmasam 91 128 talik variantda 2 million 100 ming so'mga.
Xo'p, iPhone 13 Pro'larimiz serob, hammasi har xil narxda 89 512 yarim terabaytli orqa kirishkasi almashgan, lekin yaxshisidan qo'yilgan. Bu narxini $440 89 512 kirishgan alishgan hisobiga 440. Xo'p, endi iPhone 13 Pro 78 va 79 Blue Sweat'da to'liq ravnoy holatda, ayni nuqsoni yo'q, Face ID tutunlar bor. Holatlari ideal holatda. 420 dan qilib beramiz bularni. 13 Pro'ni Gold'i bor. Xo'p, 89 256 holatlari o'ta ideal holatda. Bu narxini 460 ga qilib beramiz buni. Xo'p, qarang, yana 420, 440, 460 va 450 ham bor. A+ variantda deb qo'yibmiz. Haqiqiy A+ variantda. O'ta ham ideal, toza holatda 95 yo'nkisi 108 variantda 13 Pro'miz oqini 450 ga qilib beramiz. Xo'p, XR'imiz yana bitta bor ekan, 2 200 ming so'mga qilib beramiz. 82 yo'nkisda 64 variantda 17 Pro korpus bosilgan, korpus yangi pullar. Xo'p, 82 64 Xo'p, 12 Max telefonimiz do'stlar, 84 yo'nkisda 108 variantda, holatlari yaxshi holatda, to'liq ravnoy holatda, ayni nuqsoni aksiyaning mekani o'tgan. Bu narxini $370 ga beramiz. 13 Max telefonimiz do'stlar, endi 89 yo'nkisda 108 variantda. Xo'p, buni narxini $550 ga beramiz. A+ variantda desak bo'laveradi. Shunaqa ideal holatda telefonimiz. Holatiga qarab, masalan 500 dan pasand sotilyapti, lekin holatiga qarab aytganimizda 88 108 variantda $380 ga 13imiz bor, ideal holatda. 15 Pro $690 ga qilib beramiz. 87 108 variantda, holat o'ta ideal holatda, korobka hujjat kabeli bor, eSIM gacha imekidan o'tgan. 14 Pro Max telefonimiz do'stlar, 82 yo'nkisidagi 256 variantda, holatlari zo'r holda, korobka hujjatlari bor, $650 ga 14 Max. 15 Max telefonimiz $800 ga qilib beramiz. 86 yo'nkisida 256 Xo'p, 15 Max korobka hujjat kabeligacha bor, buni ham eSIM gacha imekidan o'tgan. Arzonroq narxda, budjetli narxda olib qo'ygan yangi telefonlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Shu bittasini qo'yib beraylik, qolganini Telegram kanaldan ko'rsanglar bo'laveradi. Honor 200 telefonimiz do'stlar, $420 atrofida sotilgan. Buni yangi deb olganmiz, lekin ancha arzon narxda. Narxini $270 ga do'stlar. Yangi deb olganmiz. Prosta ochib qo'yilgan ekan. Endi vakuum holatdagi telefonlarimiz Note 14 do'stlar, 680 variantda. Yangi o'zingizlar ochib olasizlar. Xo'p, rangi qora ekan buni. Xo'p, narxini 1.900 ming so'mga qilib beramiz. Note 14S 12 operativ yarim terabaytli do'stlar, anchalik kuchli xarakterga ega bo'lgan telefon bu ham. Narxini $250 ga qilib beramiz do'stlar. Bandagi 1 yil servis garantiyasi bilan chiqqan. Yana 1 yil servis garantiyasi bilan chiqqan Honor hozirgi kundagi trenddagi telefon do'stlar. Anchalik arzon narxda qilib beraylik do'stlar. Sizlar uchun skidkada Honor X9 deb ochilmagan vakuum holatda o'zingizlar ochib olasizlar do'stlar. Ranglari adashmasam qora svetda 1 yil kafolati bilan telefonimiz narxini atigi $315 ga qilib beramiz do'stlar. $315 ga 8256 menimcha ancha-muncha joyda topish qiyin. Sababi dillerda o'zidan $320 chiqadi. Arzonroq keyin arzonroq narxda qo'yib beryapmiz. Hozirroq ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Videomizda kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qo'ygan holatda videoga bitta like, podpiskaga bosib qo'ysanglar, kanalimiz rivoji uchun foydali bo'lib qoladi va Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, sizlar uchun ham, biz uchun ham foydali. Telefon sotmoqchi bo'lsanglar ham, olmoqchi bo'lsanglar ham foydali bo'lib qoladi. Bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.